Voy usta bu. Menga ustozlik qiling. Bir kunga hunaringizni o'rganib katta usta bo'lmoqchiman. Mayli, yur. Usta bu qanday? Zo'r o'rganolmam, katta usta bo'lib ketamanmi? Usta bo, choyga chiqinglar. Qo'llayinglar, jo'rajonlar. Bir choy ichib olaylik. Yo'q, usta bu, men birovning uyidan choy ichishga uyalaman. Undan ko'ra mixit qarang, qo'qishni o'rganolmanmi? Hali seni o'rganishingga ko'p qavm pushig'i bor. Usta bu robot kuchog'ichi? Chatoq. Metr dopganmiz, o'lchashimiz kerakda. Ha, o'qiganmi? Bu o'zi 1 metrmi? Ha. Qo'sh. Ketdi. 1 metr. Aha. 2 metr. Qo'sh, yaxshi ushla. Mana 3 metr. 3 metr. Qo'sh 4 metr. Jami 4 metrda shunaqmi? Bo'ldi. Mana shuni kavla olib, basen quramiz. Usta bo, obedga chiqinglar. Baraka top, jo'rajon, baraka top. Yur jo'ra obedga. Usta bu, boya aytdim-ku, birovning uyiga ovqat yeyishga uyalaman deb. Undan ko'ra ishimga baho bering, ustochilikda o'rganolmanmi, yo'qmi? Yo, jo'ra. Ustochilikda o'rganolmayapsan-da, jo'rajon. Azamat yur o'zimiz 50 obed qilamiz. Davay, sog'lik. Qorang lekin yamoq qoldi. Usta bu, mana loyni olib keldim, o'zim tayyorladim. Qanday chiqibdi? Usta bo, tarvuz qavunga chiqinglar. Jo'rajon, 4 ta bo'libdi-da, tarvuz qavun uroladi-ku. Usta bu, men qavun tarvuz yemayman. Undan ko'ra loyga baho bering. Loyning ishigasi kam, jo'rajon. Qavun tarvuz yemaysanmi? Yo'q. Biz ketdik, o'zing bilasan. Voy, oshqozoni. Bir topgan tutganingizni olib keling endi. Buni qarang-da. Go'shti yo'q. Bu go'sht solib ustoga bunday yaxshiroq qarashmaydimi? Qarang, ustojon oshpazon. Qaynoq choy ham bo'lsin marqasidan. Qanaqa choy? U choyni xaladelnikka qo'yib, yog' takkini qilib, yoniga o'rik sharbatini qo'shib olib kelasiz. Ya'ni mehmonxonada konditsionercha bor-ku, shuni 16 ga qo'yasiz. Nimaga? Biz obed qilib bo'lgandan keyin 1 soat uxlab olamiz. Uyga shuni o'rganganmiz. Xo'p bo'ladi. His qilib ishlamasak bo'lmaydi. Ana endi ustochilikka tayyorlanibsan. Hech qachon tugamaydi, lekin qo'rinni xafa qilma sho'ga. Olinglar.